Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod rayon Kulol mahallada joylashgan 3 so'ta yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat, xonalarning soni 6 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Yaxshi mahallada joylashgan, masjidga yaqinroq joyda, lokatsiyasi yana aniq manzilli kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali tushuntirib beramiz. Hovliga kirganimizda navesi tagida bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Avtomat darvoza o'rnatilgan, hovlida zeleniy zonasi bor va hovliga kirganimizda chap tarafimizda hovli qismi uchun hojatxona, uni oldida navesi tagida yozgi oshxona joylashgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalar planirovkasi va razmerlari bilan to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Oshxonaga bu eshik orqali ham kirsa bo'ladi va imoratning podol qismiga hovli tarafdan hamda imoratning ichidan tushiladi. Bu joyda zalga alohida vxod bor va bu eshik orqali xollga kiriladi. Mana xollning ko'rinishi, birinchi qavatda xoll, zal, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Zalning ko'rinishi, zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Xoll qismida yumshoq mebellar o'rnatilgan, mana shunaqa yaxshi holatdagi uyga video obzorni qilib beryapmiz. Demak, bu joyda oshxona joylashgan, kattagina oshxona, kuxnya, stolova, kuxnya garniturlar yasatilgan va texnikalar bilan jihozlangan. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel va bu joyda birinchi qavatda joylashgan yotoqxona. Endi imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan va 2 ta sanuzeli bor. Bitta sanuzel ikkinchi qavat uchun umumiy hisobida va ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafimizda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Kichikroq balkon qismi ham bor. Va bu joyda shu xonaga tegishli bo'lgan garderob uchun ajratilgan xonasi va sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda to'g'rida bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. O'ng tarafda yana ikkita xona ro'para tushgan, bittasi 4,5 ga 4 razmerda. Bu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel bo'lyapti va 5 ga 4 razmerda yana bitta xona joylashgan. Imoratning tagi butunlay podol qilingan. Bu eshikning ortida prachka joylashgan. Damashq kinoteatr uchun yana alohida 6 ga 4 razmerda bitta xonasi bor. Холодная komnata mana shu eshikning orqasida va bu joyda kotelniy. Imoratning podol qismidan hovli qismiga chiqib ketsa bo'ladi. Bu joyda kotelniyning ko'rinishi, koreyskiy двухконтурный kotel, suv uchun boiler o'rnatilgan. Bu ko'rsatgan uyimizda Yunusobod rayoni Kulol mahallasida joylashgan 3 so'ta yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat, xonalar soni 6 ta bo'ldi. Bu uy narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.